Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Ko'chatlarimizning navlaridan bir qator tanishtirib o'taman. Kaptan navli urug'larimizdan yangi sinovga kelgan bu urug'larimiz. Bunisi esa Rainbow navli urug'imiz. Bu menga eng yoqqan urug'larimdan biri. Chunki bu hamma hudud yerlarga tushuvchan, ildiz tomiri o'ta baquvvat bo'ladigan navlarimizdan biri. Hosildorligi ham o'ta yuqori. 2 yildan beri juda ko'p dehqonlarimizga mashhur bo'lgan Rainbow navli urug'imiz. Bunisi esa Zeta navli urug'imiz. Yangi kelgan bu urug'larimiz. Sinovga ekkanmiz buni ham. Bunisi esa Astra. Bunisi ham yangi urug'larimizdan sinovdagi urug'imiz. Bu esa Milan navli urug'imiz. Bu urug'imiz 2 yildan beri juda mashhur bo'lgan. Bu yil asosan bu yilgi yilda juda ko'p dehqonlarimizga bergan urug'larimizdan biri. Chunki o'tgan yil sinovga berganimizda bu Milan urug'imizda hosildorligi bilan va kasallikka chidamliligi bilan ajralib turgan navlarimizdan biri. O'ta bozorgir, chiroyli hosil beradi. Milan navli urug'imiz. Bunisi esa raqamli M3211 yangi kelgan urug'larimizda. Sinovdagi urug'imiz. Bunisi esa Alisa navli urug'larimizdan, bu ham sinovdagi urug'larimiz. Lider navli urug'imiz. Bu ham o'sha sinovga ekkan urug'larimizdan. Bunisi esa Fortuna navli urug'larimizdan sinovga ekkanmiz buni. Ko'ramiz, xudo xolasa hosillarini ham. Bunisi esa Petro navli urug'imiz. O'sha Instagram, YouTube kanallarimiz juda mashhur bo'lib ketgan, hosildorligi bilan dehqonlarning o'ziga jalb qilgan urug'larimizdan biri Petro navli urug'imiz. Bu esa Prado, o'sha dehqonlarimizga juda mashhur bo'lgan 3-4 yildan beri ekilib kelayotgan navlarimizdan. Hosildorligi yuqori va navimizdan biri Prado. Bunisi esa Platina. Buni ham o'sha Instagram YouTube'larga qo'yganimda hosildorliklari bilan dehqonlarimiz jalb qilgan urug'larimizdan biri Platina navli urug'imiz. Bunisi esa Corona navli urug'imiz. O'sha dehqonlarimizga 4-5 yildan beri tanish bo'lib kelgan urug'larimizdan biri hisoblanadi. Juda ko'p voha va vodiylarga berganimizda dehqonlarimiz juda xursand bo'lgan urug'imizdan, Corona urug'imizdan. Bunisi esa M2163 raqamli urug'imiz. Bu ham sinovdagi urug'imiz. Hurmatli dehqonlar, mana ko'rib turibsiz, ko'chatlarimiz o'zgarishlarini juda yaxshi. Sababi shu berilgan ozuqalarimizni o'z vaqtida berganligimiz va o'sha beriladigan ozuqamizni o'sha kerakli ko'chatimizga kerakli bergan ozuqalarimizni hisobiga ko'chatlarimiz o'zgarishlari juda yaxshi. Hurmatli dehqonlar, bugungi qisqacha videom shulardan iborat edi. Like bosib obuna bo'lib qo'ying va keyingi shu ko'chatlarimizning hosilini o'zingiz xudo xolasa kuzating va sizga yoqqan navini O'zbekiston bo'ylab qaysi hududda yashasangiz, o'sha hududingizga bitta orqali dastavka qilib beramiz. Ko'ring, kuzating urug'larimizni, hosildorliklarini ko'rib, o'zingizga yoqqan nav urug'larimizni tanlang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb